Boshlang'ich to'lovi ham arzon, oylik to'lovi ham arzon. Spark avtomat mashina qidirib yurgan bo'lsangiz, mana sizga zo'r variant akalar. Boshlang'ich $1000 bilan mana shu 2019-yilda ishlab chiqarilgan Sparkimiz halol nasiya savdoga berilyapti akalar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'shingizdan chiqmasa, boshlang'ich $1000 bilan kreditga olishingiz mumkin, lekin nasiya savdoga avtomat xuddi mana shu 4-paysa Spark mashina chiqarib ola olmasangiz kerak akalar. Ketdik, obzor qilib beramiz akalar. Farolari yaxshi holatda, katta motor akalar. Bitta mana shu joyda kraskasi bor ekan, qolgan joylari top-toza, suvaylari but-butun, 4 ta yumshoq balon taqib qo'yilgan akalar. Salon qismiga kiradigan bo'lsak, apshipkalar yaxshi holatda, yaxshi chexollar taqilgan, puliklar yaxshi holatda, o'zini bunaqa rullari. Hop, 140 ming probekda akalar. Mashinamiz avtomat ko'rib turgan bo'lsanglar, hamma narsasi bor, daja kondyorlarigacha bor. Xudo xolisa, mashina zo'r holatda, mashina to'laqonli benzinda yuradi. Hech qanaqa ish yo'q. Kelasiz, o'tirasiz, minasiz aka. Vobshe zo'r holatda. Holati bomba. Rostdan aytayapman. Egalari ham zo'r odam, to'g'risi, telefon qilganingiz o'zida muomala bilan sizni ishoning o'rab qo'yadilar. Nima desam bo'ladi? Oylik to'lovini-chi, unaqa qiynaydigan darajada qilib bermayaptilar-da. Misol uchun kimdirlar misol uchun boshiga $1000 oladi, $450 dan berib yuboradi-da. Xullas, egalari telefon qilsangiz vaqt yumshatib beradilar. Savdolashing. Xullas, tegirgalar nomerni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa zo'r avtomat Spark qidirgan to'g'rilik bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, akalar joningiz sog' bo'lsa, o'zingizlar ehtiyot qilasizlar.